أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Esselamu Aleyküm sabahdaşlar. Bugünkü dersimiz El-İmale. Şimdi imale degan nima desek, imale bu nagmetun mahbube, yaxshi ko'riladigan bir xil ohangni biz imale deb ataymiz. Endi Qur'oni Karimda imale bormi desa, Qur'oni Karimda imale mavjud. Ya'ni Qur'oni Karimda İbn Kasirning qiraatidan boshqa hamma qorilarning qiraatida cho'qim imale mevcut bo'lgan. Çünkü Musannif rahimahullah imale haqida ders sözde bundaq deydi. El-aliful mubdala min ya fi tarab emil kezel vaqi'u minhul ya halab. Dun mazidin ev şuzuzin ve lima talihi hatta ha'ut ta'nis ve melha adima. Şimdi imale deganni musannif mundaq tushunishdi. Kalimenin chatda kelgan, bir tarafida kelgan yodin almashgan alifni imale qiling. Shundaqla shu ya iningdin izbasar bo'lib kelgan, ya uningdin izbasar bo'lib ketgan alifni mu imale qiling. Ziyade bo'lmasdan u elif yoki ziyade bo'lmasdan u ya alif shundaqla u shaz bo'lmasdan. Velima talihi hatta anis malha va adima. Muannasning ta'si kelgan bilan muannasning ta'si kelmaganning ima qilishda hech qanday farqi yo'q. Xuddi muannasning ta'si kelgan, la farqi baynahuma degan bo'ldi. Ya'ni muannasning ta'si iningi yandaşqını üçün muannasning ta'si yo'q bo'lgan hukmi berildi degan bo'ldi tarjimasi. Masalan al-alif al-mubdal min ya fi tarafin amil. Kalimenin bir chatda kelgan yodin almashgan alifni imole qiling dedi. Masalan buni misol qilsak, yaghsha desak, yansa desak, yabqa desak, mana mishadaki yansa, yaghsha, yabqadiki alif mana bu yodin yo'l kelgan alif bo'lg'achqa buni imole qilsak, yaghsha, yabqa, yansa deganga o'xshash shunday imole qilinadi. Kazel vaqi'u minhul ya'ul khalab. Şununla o'xshash imole qiling ya uningdan izbasar bo'lib tushkuchi, ya uningdan izbasar bo'lib tushkuchi bo'lgan alifni mu imole qiling degani, ya'ni ilib kelgan. Ba'zi chaqda bu yana onda ya izbasar bo'ladi. Masalan malha deganga o'xshash. Malha. Buni imole qilsak malha bo'ladi. Nimishqa? Çünkü bu iliptin ya ba'chada izbasar oldu ki tasniy qilinganda, mesela melha tasniy qilinganda melhayani deb beriki alif yağı yo'tkiladi. Nimishki ya melhayani desak, melhayaniki ya shu alifga izbasar bo'lib kelgan deymiz. Duni mazidin aw shuzuz shu melhani melhayan deb biz buni imole qilsak bo'ladi. Şimdi adette dunu mazid ziyade bo'lmasdan wala shaz bo'lmasdan dedik. Mesela shaz deganimizda qapa. Esa qapa degan so'z mutakallimning yozgi muzabb bo'lganda shu shaz deydi. Qapa deb endi shu kilishi naydi qapaninki shu yog'i yo'tkilishi shaz. Köpünce vakti mesela asani muzaf kılsak asaya
qapaya bunda keladi. Lekin qisman holatda qapa mislan qufiya qafiya deb mananga yo'tkilib ketadi. Yoki mushu shaz ziyoda olmasdan desak qufiya degan o'xshaydi. Qufiyada mishaliki ya mesela qapaninki mushu ya zaitulab qildi tasqir qilgan ekan. Mushunda bo'lmagan kalimalardagi alif nima qilinadi? İmala qilinadi demakchi. Endi demak bu imala qilinadi. Meyli bu alif imala qilinadigan kalimalarda imala ismlarda olsun buldu. Fete deganga o'xshash, rama deganga o'xshash manda bo'lsin bo'ladi. Ammo ismdimi, fe'ldimi imala qilinadigan, lekin cho'qim bu alif chatda olsun dedik. Ammo chatda bo'lmasa imala qilinmaydi. Masalan, naba. Naba imala qilinmaydi. Nimishqa bu chatda bo'lmaganligi uchun. Endi muannasning ta'si ba bilan yo'qning farqi yo'q deydi. Ininga muannasning ta'si yandashgan labzlarga muannasning ta'si kamigan labzlarni imala qilganga o'xshash imala qiling dedi. Endi masalan fatat desak, fata yigit, fatat qiz. Fata deb imala qilgandek, fatat nima? Fatat deb mundaq imala qilsak bo'ladi. Yo'qning o'rnida muloyiza qilamiz. Mermet deb imala qilgan o'xshash. Ve hakaza badalu aynil fi'li in ya'ul ilal fi'lu kemadi khab ve din. Şunun o'xshash imala qilinadi filning ayniga almashgan ilib imala qilinadi. Agar u fil piltuğa qaysa piltu deb mundaliki taul muhataba naul fa'il taul muhatabalarga isnad qilinganda piltu shakliga masalan ba'a bi'tu bi'na deganga o'xshash xabi xibtu deganga o'xshash mushkil piltu vazniga shu formulasiga isnad qilinganda mana shu isnad qilinganda targa piltu vazniga yo'tkalsa mushundaq pillarning aynidan almashgan alif imala qilinadi. Bunda pilning aynidan almashgan ilib cho'qim bu asli ba'a bi'tu desak baya'a nimadan yo'tkalgan bo'ladi. Dana yediğini desak xapa mesela xapa ya xapo desak Andın muğunu yötkelgen buludu. Muşilanın mesela xapa, dana, ca'a, şa'a muşunun hemmesini imala kılınadı demekçi. Çünkü bu xiptu, dintu, ci'tu, şi'tu, şa'a bunda fil duymakındakin ca'a, dana degen o'xshash. Ca'a, şa'a degen o'xshash bunda imala kılınıp okuludu demekçi. Mesela xap ve dinnin mazisi o'xshash dedi. Kezake taliyel ya vel pesluğ tufir bi harfin ev ma'ha keceybeha edir. Şunun o'xshash imali qilin yağı yandaşkan alifni imali qilin. Yağı yandaşkan alifni imali qilin. Mesela bayan deymiz. Keyal deymiz. Bayan desek yağı ilip yandaştı. Muşi ilipni imala qilin. Bayan emas bayan deb imala qilsangiz bo'ladi. Yağı yandashib kelgan alifni. Vel pesluğtufir bi harfin. Bir harf bilan o ya bilan ilipning o'ttirisi bir harf bilan ayrilish keçirildi. Eğer bir ya bilan alifning o'ttirisidagi ayrilish bir harf bilan bo'lgan bo'lsa, shak yo'q uningda. Masalan, nimaga o'xshash? Ya bilan shu ilifning o'ttirisi bir harf bilan arası bo'ldi. Masalan, shayban degan o'xshash. Chunki ba bilan ya shaybaniki ya bilan ilifning o'ttirisi ba bilan arildi, bo'laverdi.
Ev me'ha keceybeha edir. Ya ki o bir ha bilen kuşap bir harf bilen ayrılsın bula orada ha bilen kuşap. Mesela ceybeha edir deptu. Şimdi o ağrı kuşa ha bilen kuşap bir harf olsun edir ceybeha desek ceybedeki ya ahadinki hadinkin ilip onun oturusda İşker birisi ha, birisi ya, hani yok mu hükmü çözüp durup ceybe ha desek bular orada demekçi. Kezâke mâ yelihi kesrun ev yeli, taliye kesrin ev sukunun kad veli. Kesren ve peslulha kela peslin yu'ad, fedrehemâke men yumilhu lem yused. Şundokla İmalı kılınadı kesri onun yandaşkan elip mi imalı kılınadı. İmalı kılınadı bir elip ki yanlış kılınadı o elipka kesir yanlış kılınadı. Ya ki yanlış kılınadı o elipka kesrige yandaş kuçu yanlış kılınadı ya ki sukunga yandaş kuçu yanlış kılınadı. Mesela kezâke mâ yalihi kesrun onunla kesir yanlışıp gelgen ilip nemu imalı kılın. Kesir yanlışıp gelgen. Mesela Cabir desek Cabir. Cabir'de ilip var. O Cabir'deki elipka kesir yanlışıp Cabir desek alim, Cabir, talip desek benim işleri Cabir desek B'den ibaret. İşte B nemiklinde kesri kıldı, elipki bir kesir yandaştı. Şu an kesirin yandaşkan ilip imalı kılındı ki Cabir de yani imalı kılın sıfatı. Ev yeli taliye kesrin dedi. Ya ki kesrige yandışıp kâgücüge yandaşkan ilipni şu kesrige yandaşkan haripke yanlış bir gelmiş o elipni imala kılın. Ev yeli ya ki yandaş kuçu ilip bir haripke yandaş kuçu kesrige yandaşkan haripke yandaşkan. Mesela mesakin desek mesakindeki şu elipnin mesakin de imala kılmaz. Çünkü bunun dinkin bir kesri kegen mesakin. Ama o mesakin dinkin bir şu sukun geldi desek bu da kesri mesakin. Hem Cabir de geldi. İkincisi şu ev yeli taliye kesrin diye ne diyen buludursunuz. Ya ki bir neresi yandaş tutanası, yandaş tutanası kesirge yanlışıp kâgüçüge yandaşkan. Mesakin desek mesakin. Benim işede bir harf var. O harf kesrilik. Ev sukunun katveli kesra. Kesirge yanlışıp kâgini imalı kılın dedi. İmalı kıldık Cabir dep. Birine şunun okşaş imalıklığın bir harfini ki yandışıdı o harf o ilipki kesir yandışıdı. Kesri inange yandışıp gelgen ilip imalıklığın dedi. Ya ki yandışıdı kesre kesrigi üzü kesrini egeştirgücü boğan alette. Mesakin. Ya ki imalıklığın bir elipni ki yandaş küçü ilipki bir kesri ki yandaş durgan öyle bir kesrini yandaş durgan. Kesrini üzü yandaştırıp kegen, kesrini üzüge egeştirip şu kesrini yandaştırıp mesakindeki elipni imalı kılın. Bu ilipka bir kesir yandaştı. Kesri. Hem de bu kesri yandaştı bu ilipka. Hem de muşu kesri yeni bir şu sukunla ne miktar geldi bu? Yandaştırıp geldi kesirle. Mesakin de. Ev sukunun kadveli.
Avsukunun hazır nima qilganimiz bizniki masakin Cabirning misali kazaka ma yalihi kasrun degan. Ya'ni kasri ininga yandishib kelgan ilibni imoli qiling masakin Cabir deganga o'xshash. Aw yali taliya kasrin degan yoki mushu masalan mihat jihad deganni misol qilsak bo'ladi. Mihat cihatni misol qilsak, mihatdagi alifni jihatdagi alifni nima qilsangiz bo'ladi? Mushu mihat jihatdagi alifni mihat jihad deb buni imola qilsangiz bo'ladi. Nima ish qilsangiz? Chunki u alif jihatda va mihatda yandashgan kasrga yandashgan harfga yandashgan yoki yandashquchi ilib kasrga yandashib kelguchiga yandashgan. Anda bo'lsa mihatdagi alif nimaga yandashgan? Haga yandashgan. U ha nimaga yandashgan? Mimdan iborat kasrga yandashgan. Jihatdagi alif nimaga yandashgan? Haga yandashgan. Ha nimaga yandashgan? Kasrga iborat mimga yandashgan. Unda bo'lgandan keyin mihat jihatdan iborat kasrga yoki shu kasrga yandishib kelgan harfga yandishib kelgan alifni nima qiling? Kasrga yandishib kelgan harfga yandashgan alifni imola qilingan keyin mihat jihat deganga o'xshash. Aw sukunun qadvali kasra. Aw sukunin qadvali kasra. Yoki bir sukunki chuqum u yandashdi kasrga. Kasrga sukun yandishib kelib qilgan. Ana uningga bir harf yandashgan, o sukunga kasrga yandishib kelgan sukunlik harfga yandashgan ilifni nima qiling? İmola qiling. Shimlal deganga o'xshash. Buni shimlal degan alif ikki harfdan keyin tushdi. Ikki harf u bo'lsa mim bilan lam. Ikki harfning birisi kasrdan keyin keldi, u ikkisining birisi sukun bo'ldi. Shimlal deb. Shu yerda aw sukun yoki u yandashquchi harf bir sukunga yandashquchi, shu sukunga yandashgan harfga yandashgan ilifni imola qiling. Sukunga yandashgan harf qolsa shimlalda, sukunga yandashgan harf shimlalda lam. Ash lamga yandashgan alifni nima qiling? Imola qiling shimlal deb. Ashu qadvaliya kasra u sukun kasrga yandashgan. U sukun olan mim shimlaldagi shindan iborat kasrga yandashgan. Anda bo'lsa kasrga yandishib kelgan sukunga ergishib kelgan harfga harakatli harfga yandishib kelgan ilifni nima qiling bo'ldi? Imola qiling shimlal degan bo'ldi. Va paslulha kala paslin yu'at. Endi haning paslisi pasli qilmaganga o'xshash hisoblanadi. Dirhamak deganga o'xshash. Dirhamak desak, ma'noda alif dirhamakki mimdan keyin kelgan alifni, mimdan keyin kelgan ilifni imola qilamiz. Endi bu mimdan keyin kelgan alif nimaga yondashgan? Sukunga yondashgan harfki yondashgan bo'lib qoldi. Shu dirhamakdiki hani qataq olmaymiz. Bu joyda hani yo'q desak dirmak degandek bo'lib qoldi. Dirhamak amaliyotda eg'izda bo'ladi, lekin qoida shimlalga tushdi joyda. Shimlalmi sukun kasrga yondashgan, sukunga yondashgan harfga yondashgan. Ma'noda kasrga ra daldan iborat kasrga ra yondashgan, raga ha yondashgan dirhamak bo'lgandan keyin u haga mim yondashganmi biz bu yerda hani bila e'tibor qilamiz. Bu bo'lmasa o kasriga yondashgan sukunlik harf bilan alifning o'rtasida ikki harf fasillab qolgan bo'ldi. Biz hani fasil e'tibordan
chiqarib o'tdimizki pasilul ha kala paslin debdi. Haning pasillab kelishi pasil bo'miniga o'xshash hisoblanadi degandan keyin biz unda da buni mihat dirhamak deb imola qilsak, dirhamak deb dirhamakga hani e'tibor qilmasak imola qiladi. Man yumilhu lam yusad. Kimki buni imola qilmasa rad qilinmaydi. Nima uchun imola qilmadingiz deyilmaydi. Mesela ya'rifaha dirhamak deganga o'xshash. وحرف الاستعلاء يكب مزهرا من كسر أو ياء وكذا تكب را إن كان ما يكب بعد متصل أو بعد حرف أو بحرفين فصل. استعلاء حرفي كسردن yoki yaning jihatidan kasridan yo yadin oshkorlab kelgan imola qilish sabablarini to'sidi. Asli imola qilgan ya chiqdi, imola qildik. Ammo u harfda u kalimada istila harfi bo'lib qolsa, u joy imola qilinmaydi. Shunga istila harfi yakub bu sababi imola. Imola sababini imola qilish sababini to'sidi. Imola qilg'ili bo'lmaydi. U sabab oshkor bo'lgan, u sabab kasrdan oshkor bo'lgan yoki yoddan oshkor bo'lgan, ya'ni kasrdan yo'tkilib yo yoddan yo'tkilib yo kasrning sababi bilan imola qilish maydoniga kelganmitda. Ya yoning sababi bilan biz bayon dedik. O ilibdan keyin kasr kelganlik uchun imola qilamiz. Olimga o'xshash, Jabirga o'xshash dedik. Yoki yoga yondishib kelganlik uchun imola qilamiz deb ba'zi so'zlarni o'tirib qo'ydik. Unda bo'lganda, masalan, bayonga o'xshash, shaybonga o'xshash, endi mushu xil sababdan maydon kasr yoki yodin maydonga kelgan imola sababini cheklab o'tdi istiloh harfi. Shuningga o'xshash tusudi rami imolani tusidi. Ra keli harfimi imola qitqa yadim ra harfi imola qilishini to'sidi. Agar u in kana ma yakubbu ba'du muttasil, uningdan kin kelgan ashu harf o'zdan kin ashu raga tutishib kelgan bo'lsa, shu ra harfi ashunga tutishib kelgan bo'lsa, aw bi harfin aw bi harfayn fusul, yoki bir harf yoki ikki harf bilan ayrilgan bo'lsa dedi. Endi biz buni tafsili misoldan kelsak, nəhayət yaxshi tushuniladi. Endi huruful istila yetta. Istila harfi yetta bo'ladi. Xus dag'tin qaz deganga o'xshash. Ya'ni xa, sod, do, g'a, to, qa, zo dan iborat bu yetta harf huruful istila bo'lib, jami imolatdan tuzilgan harf 8, uni ra'ni qo'shsak 8 bo'ladi. Imolatdan tuzildi. Mesela imale qilish sababi kasr bo'lib qolgan bo'lsa, biz bayon dedik. Jabirni imole qilamiz dedik. Anda bo'lsa zolimni imole qilg'ili bo'lamdi. Zalim deb imole qilg'ilamdi desa, asli imole nima qilib paydo bo'lgan? İlibtinki kasrning sababi imole qilish paydan kelgan bo'lsa, endi buni imole qilishdan to'sildiki, zodini iborat imol istila harfi bo'lganligi uchun imole qilish to'sildi. Tami'mi imola qilinishdan to'siladi. Nimishqa? Asli uning imola qilinish sababi kasrdan maydon kelganki, ammo to harfi bo'lganligi uchun imola qilinish to'siladi. Yoki imola sababi yodin paydo bo'libdi. Masalan, bayaz, riyazga o'xshash. Endi bayaz, riyaz imola qilinadigan harfdir. Masalan, bayonni imola qilib bayan deb imola qildik. Endi imola qilish, lekin bayaz bilan riyozni, riyod va bayadni imola qilib bo'lmaydi. Nimishqa buningda istila harfi kelib qoldi. Chunki bu yerda imola
asli ya'ning sababidir. Çünkü ya'dan kin kelgan alif imoli qilinganligi uchun sabab ya'di, ammo shu imoli sababi bo'lgan ya'dan imolining sababi ya bo'lgan bu kalimada zot harfi riyozda zot harfi imoli qilinmaydi. Kazake takubbur ra degan shundaqla ra'mi tusidir. Ra'ning masalan Rashid, Firas degan o'xshash kalimalar imoli qilinmaydi. Rashid imoli qilinmaydi. Nimishqa asli ilibtinkin kasri kasi imoli qilinadi. Masalan fa'il degan o'xshash fa'il deb. Mesela Rashidni nimishqa imoli qilinmaydi desa, chunki buning ra kalimasi şu imali sebebini tusudu degan Rashid imali sebebi kesirdi tusudu. Şuna Rashid deb o'qiymiz, Rashid deb imali qilmaymiz. Endi in kana ma yakubu ba'du muttasila. Şu imalidan tusutgan harf imaldan tuzutgan harf un aşu eliptinkin ilipqi tutuşib kelgan bo'lsa ham bo'ladi. La. In kan ma yakub ba'du muttasil. Yani şu imanni cheklashning shartlari o'tirqilmoqchi in kan ma yakub ba'du muttasil أو بعد حرفين أو بحرفين فصلدا. Birincisi bu ikisini mesela imanı çekligüçi çokum eliptinkin kelgan bo'lish kerak, elipqa tutashquchi bo'lish kerak. Aş huruful istila imalini çekligüçi harf butash huruful istila imali qilishni cheklaydi. Aş imali qilishni cheklaydigan huruful istila çokum imali qilinadigan eliptinkin kelgan bo'lish kerak. Elipqi tutuşab kelgan bo'lish kerak. Ashunlar o'tirib fasil tutuşab kelish degan gap, elipqi tutuşab yezing degan gap emas. O'tirib fasil kelmasi kerak degan bo'ladi. Masalan, faqi, sati deganga o'xshash. Sati, faqi desak, o'sha faqini imoli qilmaymiz. Satini imoli qilmaymiz. Nimishqa desa, chunki qaf va to imalar bo'lganligi uchun imoli qilinmaydi. Nima? Huruful istila bo'lganligi uchun imoli qilinmaydi yoki alif. Shuni dedi-ku. U huruful istila ma in kana ma yakub. Yine al harftin ma'dan harf maqsad. Huruful istila aliftinkin alifqi tutuşib o'tida fasilsiz kelgan bo'lsa, bu chaqda huruful istila imoldan tusudu faq sati o'xshash. Yoki şu huruful istila bilan alifning o'tirisi bir harftinkin yoki bir harftinkin kelgan bo'lsa yoki ikki harf bilan fasil qilingan bo'lsa, bu chaqda şu tusab qila oladi. Masalan, mavasiq nima? İkisinin o'tirisida huruful istila bilan şu alifning o'tirisida bir harf bo'lgani, masalan qasitun desek ya imoli qilinmaydi qasitun. Nimishqa imoli qilinmaydi desek, chunki qasitundagi alif imoli qilinmasligi toba. Endi bayan orqaga kelmay bir harf bilan fasillab qolsin bo'ldi, sin fasillab qoldi bu yerda. Aw ba'da harfini de yoki kiptu o huruful istila tutuşab kelmay bir harftinkin kiptu qasitunga o'xshash yoki huruful istila aliftinkin ikki harf bilan fasil qilinibdi. Mevasiq deganda buni nima qilma imoli qilinmaydi ki mevasiq deb imoli qilinmaydi degan bo'ldi. Kaza iza quddima ma lam yankasir aw yaskunu isral kasri kal mitwa'a mir. Shundaqla imoli qilish shaklinidi. Imoli qilish shaklinidi. Huruful istila kalimenin beşiği ilgiri keltirilse, o huruful istila kesri uqulunmagan halatda ilgiri keltirilse, yoki kesridin keyin sakın uqulmagan halatda ilgiri qilingan bo'lsa, imoli qilish shaklinidi. Ammo huruful istila ilgiri keltirilgan bilan
kasr o'qilgan bo'lsa imoli qilinmaydi, imoli qilinirdi yoki kasrdan keyin sukun o'qilmasa dedik, sukun o'qilib qolgan bo'lsa, u chaqda imoli qilinsa bo'ladi degan gap chiqdi. Shuna masalan ko'rib baqili tilab, g'ilab degan so'zlar imoli qilinamdi, qilinmamdi degan gap chiqdi. Endi huruful istila ilgiri keltirilib, kasri o'qilmagan bo'lsa cheklanadi dedik. Kasri o'qilgan bo'lsa cheklanmay imoli qilinadi ekan. Tila, g'ilab deb imoli qilinadi ekan. Ammo huruful istila beşti kilib kasri o'qilmagan bo'lsa imoli qilinish cheklanadi. Masalan, talib ibodat qilib talib deb imoli qilmaymiz. Talib deb imoli qilsa qo'ymaydi. Nimishqa huruful istila 5 keldi. Kasrining g'ayri bo'ldi. Kasr o'qilmagan bo'lsa kasrining g'ayri bo'lib qoldi. Shuna bu imoli qilinmaydi. Yoki huruful istila mushu kasrining keynidan sukun o'qilib kelgan bo'lsa, u joyda imoli qilinadi. Masalan, mitva deganga o'xshash, islah deganga. Endi islah imoli qilinamdi, qilinmamdi qilinadi. Chunki sot harfi bu yerda kelimening 5 emas. Bu bir, ikkinchisi sukun o'qilib qolgan, shuna imoli qilinsa bo'laveradi deymiz. Mitva imoli qilinadi. Ammo zalim, qasiyat, salih degan so'zlar imoli qilinmaydi. Nimishqa huruful istila buningda kasri o'qilmagan yoki kasridan keyin sakinlik kelmagan. Huruful istila sakin kelgan bo'lsa, xidaqqa o'xshash yoki sakindan keyin kelgan bo'lsa, mitwaqqa o'xshash. Huruful nima? Yoki huruful istila sakin o'qilgan bo'lsa, kasridan kelib mitwaqqa o'xshash, kasridan keyin kelib sakin o'qilgan bo'lsa, u chaqda imoli qilinadi deymiz. Wa kappu musta'lin wa rayan kappu bi kasra ka ghariman la ajpu. İstila harflerining imolidan tusuşi, ra harfining imolidan tusuşi tusuludu, ra harfi kasr o'qilmoqlik bilan. İstila harflari bu nima degan gap bo'ladi desiniz? Kappul kappi degan ma'noda bu. Buni nima deb arasak bo'ldi? Babu kappul kappi. Kapni kap qilish degan bo'ldi. Ya'ni tusalganni tusash. Tusalganni tusash bo'lgandan tusalganni tusash bo'lsa bu ikki dona nafi shaklida tusalganni tusash bo'lgandan man'ul man'i bo'lgandan bu yerda tosmaslik degan bir gap. G'ayrul kappi degan ma'no chiqdi, tosmaslik degan ma'no chiqdi. Nafi isbat. Çünkü musta'la istila harflerining nimani tusishi, imolini cheklab qo'yishi, ra'ning imolini cheklab qo'yishi, bu cheklanadi, to'smaydigan bo'ladi. Imolni ra va istila harflari to'smaydigan bo'ladi. Ra'ning kasr o'qilishi bilan, masalan, ghariman la ajbu desak, ghariman la ajbu asli mushada imoli qilinadigan so'z. Nimishqa bir g'arimanda rakib qolganlik uchun imoli qilinish imolidan tuzutdik. Hozir rakalchi imoli qilinish tutildi. G'ariman desak bo'ladi. Masalan yoki masalan kitobil abrar dedik. Masalan ra al abrardagi ra alif asli imoli qilinsa o'tdi. Lekin urra shu istilaninki shu harflarining tuzishi, ra'ning tuzishi, ra'ning kasri o'qilishi bilan tuzlab qolgandan keyin ra'ning abrardagi ra'ning kasri o'qilganligi alifning istila shu imoli qilishdan imoli qilinishini tuzudi. Shuni abrar deb imoli qilsak bo'ladi. G'arimdagi ra'ning kasri o'qilganligi alifning mishada hozir imoli qilinishini meydon keltirdi.
Ve la tumil li sebebin lem yettesil vel keppu kat yucibuhu ma yenpesil. Siz imalı kılman. Bir sebep muttasil bolmagan sebepning cihatidan imalı kılman. Ve bu imalını çekleşni bazı munpesil bolgan narsalarni muttasil bolmagan narsalarni vacip kılıdı. İmalını çeklemen, latumul imalı kılman, muttasil bir sebep, muttasil bulanmaganlık sebepning cihatidan muttasil bolgan bolsa uçaqda nima qildik? İmalı qildik. Mesela, yani imalının sebebi o şu kelimege muttasil bulanmagan. Şuna ta'sir göster. Mesela Zeydin mal. Li Zeydin malun dedik. Li Zeydin malunda malundaki elif imalı kılın. Malun da bunda imalı kılınmaydı. Nimişka? Çünkü Li Zeydin'deki bulması yadinkin işgarip geldi. İşgara bilen mi pasılı olsa imalı kılınır ötedi desek. Çünkü Li Zeydin ölen mal kelimesi bu muttesilemez. İmalı sebebi bir yerde muttasil bolmaganlık sebep. İmalı sebebi var. Lekin bu sebepnin meydan kelişide harfler muttasil şekilde emas. İkisi zeyd ayrım kelime, mal ayrım kelime bolganlık noktasından bu imalı kılınmaydı. Bu yerdeki sebep muttasil olan bir kelime de meydan keliş gerek. Yani muttasil her bir tutuşup gitken bir kelime de asıl keliş gerekti. Bu iki kelime de olap kaldı. Ama bazıda az uçuraydı ayrım boğan iki kelimeden mi imalı kılışını bundalık şu imalı kılış meydanını çekleş meydan kıldı. Vel keppu imalıdın çekleşni munpesil boğan nasımı bazı çağda nima olap kalıdı? Şu vacip koydu dedik. Mesela imale kılış yani çekligüçü bir yerde eğer munpesil olsa dedik kitab-ı salih. Şimdi kitab-ı salih desek sat harfi imaledin şu kitap desek sat harfi asıl kitaptaki elifni imale kılıştın tossuttu. Lekin kitap ayrım kelime salih ayrım kelime olganlığı üçün yani hudi ayrım kelime ile ayrım kelimedeki ikisi imalı kılıç sebep şekillendirenmegen okşaş bazıda ayrım kelimedeki mani yeni bir ayrım kelimedeki şu imalini tusap kalalaydı. Esas Zeydun malda ikisi ayrım kelime olganlıkta imalı kılgılı olmagan okşaş kitabı salihti mu salih ayrım kelime olan iken salih kısat kitapның imalı kılınışını tosmusu öttü. Lekin kısmen aleti tusap bu çağda kitabı salih deyimiz kitabı salihden bunda değil imalı kılınmaydı sat tarafı boğallık için. Ve kad emalu li tenasubin bila da'in sivahu kem imaden ve tela. O Araplar fakatlam hiç kandak imalının sebebi olması mu? İmalı kılış sebeplerden hiç kandak sebep olması mu? Yok imalı kılış sebepleri ya yavlen peyda oldu ya ki ya mesela kesrilen peyda oldu. Elif yadınkin kegen bolsa ya ki eliftinkin kesri kegen bolsa imalı kılış şeklini bulduk. Endi muşundak bir sebep kemegen bolsa mu? Bundak hiç kandak sebep yokturuluk. Bir tenasüp geldi. İkisi münasebet degen bir noktunu kata gap durup imalı kılıdı. Çünkü ular sebepsiz münasebetinin cihatinden imalı kıldı. İmaden ve tela degen okşar. Emdi mişede imadendeki imaden demi imaden de daldın kinke ilip imalı kılındı. Demişka daldın kindeki ilip bilen dalının aldıdaki ilip de münasebet var. Çünkü imadennin dalının aldıdaki ilip mu pethaga bilen daldın kinke ilip işkilisi aldı petha oluş cihetlerde bir münasebet var. İkisini okşudu.
Ondan. Çünkü amdi ve şuna telaha desek, telahadı mı? Bunu bu imala kılındı. Çünkü ha'nın aldırki ile bir ha'dınkini kelip bu bir xil o'xshashlik munosabat bor ikkisida deb qaraldi Alloh uchun. Vel qamri iza talaha deganga o'xshash imala bor. Ve la tumil ma lam yanal tamakkuna dun sama'in gayraha ve gayrana. Endi biz dedik imala mu'rab kelimeleri şekillenadi. İmala adette mebni bo'lgan isimlarda tepilmaydi. Ama sama'an mevcut, kıyasen mevcut emas. Şu imala kılman temekkun mu'rab bo'lmagan kelimelerini imala kılman. Samaisiz ama samay olab qalsın meyli samaisiz onu imala kılman. Ha'dan başka, na'dan başka. Anda olsa ha ve na mebni olsa mu? Lekin bu şu istisnaen çıkarılan, istisna kılınan ki mebni kelimelerin içinden ha ve na, he, ne de imala kılındı. Ondan başka mebni kelimeler imala kılınmaydı demekçi. Şuna mebni imala kılınmaydı. Allati, haulai diyen ve mebnilerden pekallam, mebni imala kılınıp, kâgellerini imala kılınız, bunun başka nasıl kıyas kılınmaydı. Havlen nani mutlak imala kılınsı bula orada. Vel fetha qabl kesr ra'in fi taraf emil kelli eyserim mil tukfel kulep. Keliminin chatdi kelgan kesrilik ra'nın oldidagi fathani mi imala kılın? Fatha imala kılınsun. Bu fatha nimin oldiga kelgan? Kesirlik ra'nın aldığı kelgan. O kesirlik ra keliminin ahirida kelgan. Keliminin ahirida kelgan kesirlik ra'nın aldığı bir fatha va bu fathani imala qilsak bo'ladi. Lil aysari mil tukfa kulab diyor. Lil aysar. Endi müşere lil aysar desek bunu aysarda raba. Bu ra lil aysarideki ra kesirlik. Bu kesrinin aldığı sin pata. Muşu pata olgan sindeki muşu patani imala kılıp lil aysir dep mandak imala kılın demekçi. Mesela merartu bi nefer. Nefer'de raban kelimenin çatı geldi. Onun aldığı pataken aş pata imala. Vi nefer de imala kılındı demekçi. Kezellezi teliha hatta nisi fi vakfin iza ma kana gayra alifi. Şundakla toxtuganda muannesning tasi iningi yandışıdığan muannesning hası onunla agishib tutgan kelimeler imala kılındı. Aslında muannesning tasi toxtuganda ha'ga o'zgaradi. Çünkü bazı çağda ta'ud ta'nis deb kiradi, bazı çağda ha'ud ta'nis deb kiradi bu. Nimişqa ta'ud ta'nis ha'ud ta'nis deb kiradi desiniz? Çünkü bu ayollikning tasi itibar ma yakun deb toxtuganda çokum ha'ga o'zgartdi deb kelgusini itibar qilib turib ha deb atalgan bo'ladi. Şuna muannasning ki toxtuganda muannasning tasi yandashgan kelimeler shunda imala qilinsa bu u şu muannasning tasinin oldidagi harf alifning g'ayri bo'lsa, alif bo'lsa bo'lmaydi dedik. Masalan muannasning sayha, qiyama, janna, mağfira, rahme, derece desek muşlarda imala kılınamdı degan bir gap chiqdi. Ağı yandashgan harf fatha imala kılındı. Fathaning gapi. Muşu muannasning tasi yandashgan harfning fathasi ashunaq imala kılındı to'xtaganda. Amma şu muannasning tasi ilifning g'ayriga yandashgan bo'lsa, ilifning g'ayri bo'lsa, masalan sayha, qiyama, janna, mağfira, rahme, derece. Ama ilip bulab qalsa imala qilmaydi. Mesela muannasning tasi yandashgan harf ilip bulab qalsa. Mesela salat, zakatda bunu da salat, zakat deb bo'lmaydi. Salat, zakat deb mundaq o'qiymiz, imala qilmaymiz buningda. Ama bu imala qilamiz degan ba'zi ulamolar maydon kelgan.
Mana bu bizning dersimizning imal hakkındaki dersimiz şunun bilan ahirlaştı. Kinki dersimiz tasrib hakkında doktorumuz şu sözlerinin türünün hakkında buludu. Ve ahir da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin.